Oltinchi hikoya, hojasini, ya'ni erini dindor etgan xotin. Hojalarni tarbiya etgan ko'pgina islom ayollaridan biri haqida hikoya qilinadi. Yaxshi xulqli musulmon ayol bir badavlat odamga turmushga chiqdi. Chiroyli turmush qurdilar. Badavlat odam xotinining go'zal tabiati, yaxshi odobi, xush xulqidan mamnun edi. Bir kuni ul odam kechasi uyqudan uyg'onib ketdi. Ayolidan suv so'radi. Hojamning yuragi kuyib turibdi shekilli, harorati borga o'xshaydi. Uydagi suv ilib qolgan. Turib sovuq suvdan olib kelayin, u sovuq suv ichsin deb o'ylab, hovlidan suv olib chiqqani ketdi. Suvni olib kelsa, eri yana uxlab qolibdi. Odobli ayol erim uyg'onib qolar deb idishdagi suvni ko'tarib o'tiraveribdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin eri uyg'ondi. Ul odam, "Xonim, nega o'tiribsiz?" deb so'rasa, ayol, "Afandim, siz suv so'ragan edingiz. Uydagi suvdan berishga ko'nglim bo'lmadi. Erimning yuragi yonmoqda. Sovuq suv beray deb sovuq suvga bordim. Suv olib kelgach sizni takror uyquda ko'rdim. Uyg'otgani ko'zim qiymadi. Hojam balki zavqli bir hol, rangin bir ro'yodadir deb o'yladim. Uyg'onishingizni kutdim. Suvni iching, afandim" deb javob beribdi. Ayolning bunchalik mehridan, qadrshunosligidan nihoyatda mamnun bo'lgan hoja qo'liga suvni olmay sevinch yoshlarini to'kib, "Sendek xush xulqli, hikmatli bir xonimga sohib bo'lganimdan saodatlidirman. Xush xulqli oqila xonim, mendan tilagingni tila, nima yaxshilik qilay" dedi. "Sizning sog'lig'ingizni istayman" deb javob berdi ayol. "Xayr, mayli xonim, mendan hech narsa so'ramaysan. Sening bu muomalangdan olgan quvonchim, mamnunligim evaziga senga biror yaxshilik qilgim kelyapti" degan edi. Ayol, "Menga hech narsa kerak emas, sizning sog'lig'ingizni istayman" dedi yana. Ul odam, "Xonim, aytchi, nima xohlaysan" dedi. Ul ayol, "Mening javobimni bering, afandim" dedi. Ul odam javob bera olmay qoldi. Ayol davom etdi. "Gapiring, jim o'tirmang, afandim. So'z berdingiz, mening orzuyim shu, sizdan ajralish, xohishimni ado eting" dedi. Shunda hoja yotgan yeridan turaman deb oyog'i qayrilib yiqildi. U "Alloh" deb qichqirib yubordi. Ayol hojasini qo'ldan tutib qoldi va "Turing, o'rningizdan joyingizga yoting" dedi. Ul odam "Hech holim yo'q" dedi. Xotini "Joyingizga yoting, endi ajralishga sabab qolmadi" dedi. Ul odam, "Xonim, nega bunday fikring tez o'zgardi? Bu ishning hikmati, bir nozlikligi bor. Shuni menga aytib ber. Sen hikmatsiz bir ish qilmaysan, ul hikmat nimadir" dedi. Ayol, "Afandim, yillar o'tdi. Turmush qurganimizga mana 10 yil bo'ldi. Boshingizga hech balo qazo kelmadi. 10 yilki bir dard ko'rmadingiz, ammo bir marta ham Alloh demadingiz. Allohning buncha ne'matlariga shukr etganingizni bilmadim. Allohning sizni hozir yiqitishining o'zi bir hikmatdir. Alloh Firavunning boshini hech og'ritmagan, bu Firavundan o'z ne'matini kesib qo'yganining alomatidir. Siz Alloh dedingiz, shuning uchun ajralishimizga sabab qolmadi" dedi. Shundan so'ng ul tantiq hidoyatga erishib, mehribon ayolning vositasi ila ibodat qilishni boshladi. "Alloh" dedi, shukr etdi. Albatta Alloh kimni sevsa, unga o'zining habiblarini vosita etadi. Doimo Allohni esda tutaylik. Dinning amrlariga amal qilib, ibodatdan qolmay, Alloh ne'matlariga shukr etaylik. Shunday aqlli, oqila, tadbirli, irodali, hojasini tushunib, unga xizmat qilish zarurligini anglab, islom ayoliga yarashadigan harakat bilan eriga xizmat etuvchi xotinlar yoronlarga muborak bo'lsin. Mehr ila dinsiz, bilimsiz, johil hojalarni islom tarbiyasi bilan tarbiyalagan, ularning ko'ngillarini go'zal axloq, yaxshi fe'l atvori bilan fath eta olgan va hojalarni iymonsizlik zindonidan, dinsizlik zulmatidan qutqargan islom ayollari baxtiyor ayollardirlar. Alloh islom uchun bunday xonimlarimizni doimo sog' salomat etsin. Amin.